Assalomu alaykum. Aboligiston nomidagi Axborot kutubxona markazining Adolat, huquqiy axborot sektori tomonidan tashkil etilgan Huquqiy adabiyotlar virtual ko'rgazmasi. Jozef Rom: Iqlim o'zgarishi. Kitobda iqlim o'zgarishining sabablari, uning eng zamonaviy tahlili, kelajagimiz uchun ta'siri va asosiy toza energiya yechimlari haqida foydali ma'lumotlar berilgan. Yandere: Intellekt. Ushbu juda qisqa kitobda keng ko'lamli psixologik ma'lumotlardan foydalanib, atrof-muhit, genlar va yosh kabi omillar odamlarning fikrlash qobiliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi kabi muhim savollarga javob beriladi. Thomas Harri: Ta'lim. Ta'limda hamma vaqt dolzarb masalalardan bo'lib kelgan va bugun ham ota-onalar, o'qituvchilar, mahalliy maktab kengashlari va siyosatchilar tomonidan qizg'in muhokama qilinmoqda.